Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun yangi yilni birinchi kuni 2026-yil. Mana do'stim. Ertalabda basu soat obedda bezovta qilishni boshladi. Bezovta qilishni boshladilar, jo'ram mayli. Sinfdoshim yaxshi bola, xudo xolasa joylarni to'ldirib qo'ygan ekan. Mana xalqqa ko'rsat. Qishchi kunida xudo xolasa o'sha tom yopmoqchi bo'lganlar yoki o'sha strapili общий devorni ko'tarmoqchi bo'lganlar uchun ko'rsatsang, arzon mahalda, tushgan mahalda olishadigan bo'lsa, erta bahorda yana boshqa narsaga harakat qilishaveradi xudo xolasa. Mana shu mahalla olish kerak, tushgan mahalla deyapti-da. O'zlaring hisob kitoblarni ko'rasizlar xudo xolasa. Endi bitta olgan odam ham o'zi hech bo'lmadi deganda 12 million 15 millionlik boshlanishga narsa oladi, to'g'rimi? Ha, to'sin olinadi o'rta, vassa olinadi, murlat olinadi. Murlat olinadi. Xudo xolasa jigarlar yaxshi narsa ko'rsatamiz. Endi ko'pchilik ko'rishligi uchun bilan like qizartirib qo'ysalaring, ko'pchilik manfaatli bo'ladi-da. Endi iloji boricha sizlarga o'sha arzonroq qilib, bo'lish narxini chiqarib qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa o'rta. Yo tushib berasizmi yo? O'tadigan qilib berasiz. O'tadigan kelishsa. Bo'ldi, boshladik. Mashinasidan boshlaylik. 4 metrli bir o'rta bular. Aha. Uzun 4 metrli. 4 metrli bo'lsa, buni garbili yo'q, tekis degan-a bu. Endi garbili ham bu. Javna pasag'i o'rta. Holatlar yaxshi. Holati yaxshi misol uchun. Javna Xatlarga tashlanadi bu. Bu ko'proq to'sin bilan sarvaplar tashlanadi. Strapilar tayyor sarvaplar. Bunisi-chi? Bu strapilar o'rta. Strapilar. 4 metrli, so'lqurlar strapilar deyiladi. Ha. Garbili yo'qmi? Garbili yo'q o'rta. Garbili bo'lmaydi. Bu 50 ming so'm bo'ladi. 50 ming so'm donasi. Mo'tga addeni qilib qo'yamiz bu. Bular strapilarga ishlatishda bo'ladi. Murlat bilan strapilar. Endi puli hamma har xil bo'ladi. Nech pul bu? 40 ming bilan 45 ming o'rtasida. O'rtasida, xo'p. Yonidanglarchi bular. Bu 3 metrligimiz 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan 3 metrligi. Bular qolganlar 4 narxini aytmayapman, bu 90 ming so'm tushgan narxi. Sezonda 95 ming 100 mingga sotilgan narsa. Hozir tushgan-a? Narxni ola tushgan. Xo'p, yanachi. Rekalamiz bor o'rta. Lekin bular nima o'zi? Shiprtaga strapilarni tepasiga qoqilgan narsa. Ha, yo'q, demoqchiman, sasnami, ko'k terak bo'ladi o'rta, ko'k terak bo'ladi. Ko'k terak bo'ladi. Sasningiz ham bor-a? Yo'q, sasnamiz yo'q, terak bor. Ha, terak bor-a? Ha, juda ham yaxshi. Bular narxlari ham tushib qo'ygan. 4 metrli 4,5 ming so'm. Bu kaltalarimiz bor, 3,5 ming so'm. 3 metrli, 2,5 metrli. Yaxshi. Xo'p. Bu yerda to'sinlarimiz bor o'rta. To'sinlarimiz necha metrli bular? 5 metrli. Baquvvat boy to'sin deyiladi, padvo qilib terilgan. Ichiga ham mayda qo'yilmagan o'rta. Ha, ichi o'sha bir xilda hammasi bir xilda deyiladi. Endi nech puldan chiqdi bu? Bu hozir narxini 170 ming 200 ming o'rtasida aytilyapti. Hali buni kelib dadil olaman degan odam kelgani yo'q. Hali kelishyapti, narxda sal maydaroq to'sinlarimiz bor, 150 ming, 160 ming holatlarimiz bor. O'shandan olib ketishyapti. Buni endi padvo qilib terib qo'yganmiz o'rta. Ha. Bog'lasa padbor qilingan, xullas kalom yaxshidan terib qo'yilgan-da. Misol uchun bozordan ham misol uchun meva-cheva oladigan ichidan yaxshisini terib olsangiz, o'shaga gap. Buni qo'ygandan keyin jigarlar xudo xolasa xizmatni baquvvat bo'ladi. Yaxshi qiladi. Endi avvalo xudo, to'g'rimi, qancha yashashimizni bilmaymiz. Baribir lekin yaxshi narsa qo'yganlarni yaxshi tomtagiga, to'g'rimi? Xo'p, yanachi. Bu 4 metrli o'rta. Bu ham o'sha padbor qilib terilgan. Aha. Bularning ham puli 120 million 150 ming o'rtasida bo'ladi. Bu ham o'sha 5 ga o'sha padbor bo'lgan narsalar. Bu tomonda bozor sotilgan standart to'sinlarimiz bor. 70 ming bilan 80 ming o'rtasida. 70 ming bilan 80 ming o'rtasida. Necha metrli bu? 4 metrli o'rta. 4 metrli. Ozmi bu kichikroq uylarga tashlaladimi? 3,5 metrli joylar tashlalar o'rta. Shu 30, 3,5. Endi mana hozir 150 ming san ko'pchilik qimmat deyishi mumkin. Qimmatlining sababi bu padvo bo'lib terilgan. Maydasi yo'q. Ham qalin. Katta to'sin. Daraxtning kattalaridan. Bular endi bozor sotadigan to'sinlarimiz 70 ming bilan 80 ming o'rtasida. Juda ham yaxshi. Xo'p. Mana bag'da 4 metrlarimiz asos baqa teriladi o'rta. Bozorga kelsalaring, ismi bo'lani Murodjon, telefon nomeri 90lik 291 275 raqami. O'zi ko'pchilik taniydi bu. Keyin joyi yaxshi, atrofdan ko'ra endi assortimentimiz bor. Anaqa malol emasmi? Joylari, assortimentlari kengda, o'ta ham katta joylari. Shularlik 4 metrli to'sinlarimiz davomi o'rta. 4 metrli davomi. 5 metrli to'sin olmaganmiz, 4 to'sin hammasini assortimentga terib qo'ydik. Aylanasi qancha chiqadi endi? Endi 15 chiqadi o'rta. Tana 15. 15. Endi ichida bitta ikkita 10 ta 13 bo'lib qolishi ham mumkin. Standart 15. Standart 15. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi bu tarafchi. Bu tomonda 5 metrli to'sinimiz bor o'rta. 5 metrli to'sin. Ha, bular endi bozor sotayotgan holat 160 minggacha deyilyapti. 150 ming bilan 160 ming o'rtasida kelishilgan holda bo'ladi. Bularning ichida endi ikkita uchtadan maydaroq bo'ladi. Hammasi tepasida yo'qsa bir xil bo'lmaydi. Bular ichiga padvo qilolmaganmiz. Addini terganmiz. Bozor sotiladigan standart to'sin. Nech pul bu? 150 ming bilan 160 ming o'rtasida. Xo'p, bu vassalimi nima bu? Bu vassali deyiladi o'rta. Aha. Donalari
ko'p joylarda 8 ta 9 ta teriladi. Bizda 8 talik emas. 9 ta 10 ta. Eng kami 9 ta. Bo'lmasa 10 tadan qo'yib terilgan. 15 ming so'm bilan 17 ming so'mda o'rtasida. 17 ming so'm. Bu donasi 7 ming 6 ming bo'lib qoladi. O'sha hisobidan bittani olib qo'ysa ham pul tushaveradi. Biz unaqa qilmaganmiz. Buni bittadan ko'p qo'yib qo'yilgan. Endi buni bittadan ko'p qo'ygan taqdirimizda ham joy to'liq 100 kvadrat bo'lsa, bizdan 100 olishda yetmaydi. Bu vaslanicha qiyin ishda. Bu necha kvadrat chiqadi hozir? Endi hozir bu turishi 200 dan oshiq. Ana o'zlar ustalar bilishadi buni. Bizdan 100 kvadrat vassa olishsa, 100 joylarga olib borishsa, to'sindan to'singa o'tishi bor. Ya'ni bu orasi ochiqligini hisobi yetmay qolishi mumkin. O'shani biz aytib qo'yamiz. Endi 8 talik qo'yilsa ham yetmaydi. Buni men hozir 10 tadan qo'ydim desam ham yetmay qolishi mumkin. O'shani hisobiga aytib qo'yapmiz xolos. Yaxshi. Xo'p, endichi? Bu tomonda endi quruq to'sinlarimiz bor. Hozir ishlataman deganlarga 5 metrlik. Ana o'rta, shu ro'parada 5 metrlik quruq to'sinlar. 5 metrlik quruq to'sin, ha bular? Necha puldan bular? Bular 160 ming deyapmiz. Bu ham kelishilgan holda bo'ladi. 160 ming so'mdan kelishilgan holatda. Juda ham yaxshi. Yangilik yaratib qo'yganmiz. Nima yangilik endi? O'rta bular nomi teva. Nomi teva. Sasna bilan qolishmaydi. Ichida jarbili yo'q. Hali javob deyalaman. Bu pachkada 6 tadan qilib baylangan o'rta. Ha. Hali 6 talik. Keyin lentada baylangan. Ha. Katta tevadan chiqarilgan narsa 10 metr olishsa ham 10 metr joylar to'liq bo'lib yetadi. Necha puldan qilib berdingiz buni? Buni 5,5 ming deyapmiz. 5,5 ming metri. Metri. Bu ham kelishgan holda bo'ladi. Bu yerda 600 donasini aytiladimi shunda? Metr deyiladi o'rta. Metrini aytiladi. O'sha bir donasi metri. Endi bu tomondan 3,5 ming bilan 4,5 ming o'rtasida deyapman-ku. Ha. Bularni bitta tushuntirib qo'yganimiz yaxshi. Bularimiz ichida pachkaligimiz ichida garbili bo'ladi. Sal bo'ladi. U narsada yo'q. Uni qo'yilmagan. Unda qo'yma, tekis bo'ladi. O'sha hisobiga puli eng sorti yaxshisi-da. Eng oliysi. Yaxshi, xo'p. Orqasiga ham kelingda o'rta. Oldi qanaqa bo'lsa, orqasidan ham tushunarsiz. Jarbir topolmaysiz. Yaxshi. Xo'p. Bu o'sha aytganingiz 5 metrligi bu. Vassamizmi, arzon vassamiz bor o'rta. Arzon vassa. Qaysi? Mana shular. Necha pul bular? Bular 11,5 ming deyapmiz. 11,5. Donalari 12 ta 13 ta emas, 16 ta 17 ta qo'yilgan. 12 ta 13 talarni 8 mingdan 10 mingga sotdik. Joyimiz qisqargan hisobiga donasi ko'paytirdiki, vassa ko'pligi hisobiga kelgan odamga tushuntirib sotamiz. Nechta chiqyapti bu? 11,5 ming so'm. 11,5 ming. Bu endi bu necha metrli to'sinlar bular? 4,5 metrli o'rta. 4,5 metrli. Bu 4 metrli uylarga tushaveradimi? 25 dan minsa bo'ladimi? 4 metr joylarga tushadi o'rta. Necha pul qilib berdingiz buni? 110 ming bilan 130 ming o'rtasida. 110 ming bilan 130 ming orasida. Juda ham yaxshi. Yaxshi. Endi qana nima bor endi? Bu yerda vassalarimiz bor. Donalarga hisoblab bu yerda sotaveramiz o'rta. Hozir bu yerda 15 ming bilan 17 ming o'rtasida degan bo'lsam, bu yerda hali 8 talik qilib bergan bo'lsa, 13 ming 14 ming o'rtasida kelishaveramiz bu holatda vassalarimiz. Bu ham uzuni 2 metrli. Buni terilmagan, hali ko'p joyda narx-navo solishib kelishyapti. Bu yerda arzonaga o'shani hisobiga buni termadik. Kelishsa 8 tadan bo'lsa, pulni kelishgan holda qilib beramiz. Ichlarida bunaqa uloqlar yo'q. Bunaqani olib tashlaganmiz. Kaltasi yo'q. Hammasi 2 metrli. 2 metrli. Juda bo'pti-da. Ha, bog'lasa. Xo'p, endi dastlabki kelishilgan holatda bo'ladi. Dastlabki endi kelishilgan holda vodiy bo'yicha kelishsa, xudo xolasa, vodiy bo'yicha hozircha endi vodiy bo'ylab. Misol uchun vohadan o'zlarining kelib bitta mashina qilib olib kelsalar ham bo'laveradi. Pulini sanab, naqdga albatta. Ha, to'g'rimi? To'g'ri o'rta. Vohadan telefon qilishyapti. Ha. Narxlarni solishtirishyapti o'rta. Endi bizda narx-navo arzon. O'lkalarni hisobiga 2 marta 30 olaman degan odamga qimmat tushib qoladi. Endi ko'rikmaydi 100 ta, 150 ta to'sin olsa, o'shalar sal arzon bo'ladi. Xudo xolasa endi Murodjonga bemalol telefon qilinglar, men joylarni ko'rsatdik. Joylar ham yo'q bor, xudo xolasa o'sha to'sinlar arzon narxlarda. Olib qo'ysalar hammasi hali yaxshi. Sezonni bunaqa holat to'sinlar bo'lmaydi o'rta. Masalan, 4 metrli to'sinlarimiz bundan baquvvat kesalmaymiz. Hozir 5 metrli to'sin ko'pligi hisobiga 4 to'sin kesdikki, asartaman. Keyin onam baquvvat bormi desa, addenlar kesib qo'yildi o'rta. To'g'ri. Juda ham yaxshi. Bemalol ekran nomerlariga telefon qilaveringlar, jigarlar. Hammalarga omad.